podshoh vazirini yoniga chaqiribdi va debdiki, qizimni solih bir odamga uzatmoqchiman. U shunday biri bo'lsaki, Allohdan qo'rqib kechalari namoz o'qisa, ibodat qilsa, to'g'ri biri bo'lsa, ya'ni meni moli davlatim uchun emas, ertaga buncha mol davlat qo'liga tegib qolsa, boshqa bo'lib qolsa, ziyon keltiruvchi biri bo'lishi mumkin-da, to'g'rimi? O'shaning uchun shu kechalari bilan odamlar uchun emas, xolis Alloh uchun ibodat qiladigan bir kuyov istayapman. Endi savol beramiz, namozxonlarda ichida qanchasi xolis Alloh uchun? Masalan, otasidan qo'rqqani uchun emas, akasidan qo'rqqani uchun emas, yo turmush o'rtog'idan qo'rqqani uchun emas, yoki mahalladan uyalgani uchun emas. Ya'ni mahalladan uyalib masjidga chiqayotganlar borda. Ayniqsa yoshi kattalarning ichida falon chollar boryapti. Men ham borishim kerak. Bormasam nima bo'ladi, uyat bo'ladi deb borayotganlar bor. Bular uchun emas, xolis Alloh uchun ibodat qilayotgan biri bo'lsa, qizimni jon deb berardim va xotirjam bo'lardim. Ishonchli qo'llarda ekanligidan debdi vaziri. O'sha kuni yoniga tunda bir nechta nimalarni olib, askarlarni olib, bir masjidlarda bir aylanaylik. Shu yarim kechasi birorta namoz o'qiyotgani Yoqubga o'xshab uchrab qolsa, shar olib kelamiz, qizni berib yuboramiz deb yaxshi niyat qilib masjidlarda aylanib yursa, endi voqeaning ikkinchi tomonida bir o'g'ri bor ekan. Endi bugun bir masjidga o'g'irlikka tushay deb masjidga oshib o'g'irlikka tushgan ekanda. Endi narsalarni olib turaman, o'g'irlik qilaman deb yig'ib tutib tursa, voyaga qars qurs bo'lib masjid eshiklari ochilib kirib kelib qolibdi-da. Endi nima qilishini bilmay shaqqaloqqa qo'yibdi-yu. Quloqqa qo'yib namozga turyapti boyaga. Endi kelganlar, buni qaranglar, odamlardan bekitib namoz o'qiyapti bu. Chiroqlarni ham yoqmabdi. Qorong'ida, xolis Alloh uchun bo'lsa shuncha bo'lar. Hozir namozini tugatib olsin, keyin buni podshohning huzuriga olib boramiz desa, hech un namoz tugamasmish-da. U ichida nima deb o'ylayapti o'g'ri? Bular meni o'g'riga kirgan bilib qoldi. Endi meni kutib turishdi deb shu namozni salom berib yana quloqqa qo'yardi. Keyin bu oradan 1-2 soat vaqt o'tib ketib qoldi. Boyagi vazir aytibdi askarlarga, shu salom berishi bilan tars qo'ltig'idan olasizlar. Boshqa iloji yo'q, bo'lmasa yana quloqqa qo'yardi hozir. Buni samimiyatini ko'rmaysizmi, buni ixlosini ko'rmaysizmi deb uni undagi u ichidan tamom bo'lgan o'g'ri, oyoqlari qaltiraydi. Oyoqlari qaltirasa buni Allohning qarshisida turib, buni bunaqa tavozisini, bunaqa xushu bilan o'qishini shu iz titrar ekanda endi. Qo'lga tushdim, tamom bo'ldim deganda endi. Salom berishi bilan askarlar qo'ltig'idan tars ushlab podshohning oldiga olib borib, qizga unashtirib qo'yishgan ekanda, o'shanda o'g'ri aytgan ekan. Ya Robbil alamin. Yolg'onda kam namoz o'qidim. Qo'rqib anovlardan shuncha ne'mat berdik. Rost ekan o'qisam nima berarding degan ekan. Hindistonda maymunlar qanday ovlanadi? Ko'zani ichiga, shaffof ko'zani ichiga yo gilos va yoki yong'oq qo'yib qo'yishadi, ko'rinib turadi. U shunday kattalikdaki, og'zi. Maymunning qo'li kiradi, yong'oqni oladi, chiqmaydi. Yong'oqni ushlab olib chiqa olmaydi. Chunki yong'oqni ushlaganda kattaroq nimasi bo'lishi kerak. Ko'zani og'zi kattaroq bo'lishi kerak. Shunday qilinganki,
kirishga kiradi, yong'oqlar chiqmaydi. Endi ovchi keladi, qo'y borib qochsa bo'ladi-yu. Qo'y bormaydi. Urib o'ldiradi. Qo'y bormaydi. O qadar hırsliki shunga. Tashashni istamaydi. Biz ham hayotimizda shunaqa hirs qo'ygan narsalarimiz yo'qmi? Hayotimizni murakkablashtirgan, ushlaganimiz u qo'y bormayotganimiz. Bizniki emasligini bilamiz. Bilib bo'lganmiz, lekin qo'y bormaymiz. Arablarda shunaqa odat bor ekan. O'qishni bitirgandan keyin farzandiga bir nima qilib, tadbir qilib, qimmatbaho sovg'alar berishar ekan. Abu Bakr Misrda bo'lgansiz, shunaqa nima bormi? Bazmi jamshid qilib hamma sovg'alar berib nima qilar ekan, qarindosh urug'lar, do'stlar o'qishni bitirgani uchun shunaqa tabriklashar ekan. Bir yigit shunday bitiribdi. Hamma endi yaxshi narsalar sovg'a qilibdi va eng yaxshi sovg'alarni har doim otalar qilar ekan. Kimdir uy sovg'a qilgan, kimdir mashina sovg'a qilgan va shunaqa otalardan shunaqa sovg'a kutilar ekan. Otasi bir arzimagan bir o'yinchoqdim dedi. Sovg'a qilibdi-da qo'liga. O'g'lini jahli chiqib ketibdi. Endi shuni berish uchun bermay qo'yrsam bo'laveradi. Kichkinaligidagi bir o'ynagan o'yinchoqni sovg'a qilibdi-da otasi. Mana o'yinchoq deb bir o'yinchoq magazindan bo'ladi-yu, juda eski yog'ochdan bo'lganini sovg'a qilibdi. O'g'li aytib, bermasangiz ham bo'laverardi. Buncha odamning oldida razil qildingiz meni. deb otasini sovg'asidan uyalibdi-da endi. Va buni otasiga bildirishdan uyalmabdi. Qarang. Keyin otasi aytdi, nimaga bezovta bo'lyapsan? Sovg'a yoqmadimi senga? Sen bu sovg'ani olish uchun bundan 10 yil oldin butun do'konda meni sharmanda qilgansan. Shuni olib bersan ham, olib bermasang ham olib berasan deb dodvoy solib do'konni boshingga ko'targansan. Nega endi o'zing uyalyapsan bundan? Deganda o'g'lim mulzam bo'lgan ekan. O'g'lim mulzam bo'lma. Biz hammamiz shundaymiz. Bu dunyoda bo'lsa ham meniki bo'lsin, bo'lmasa ham meniki bo'lsin deb talpingan narsalarimiz ertaga qiyomatda hammaning oldida bizga berilganda uyalamiz. Xuddi shu ahvolga tushasan, agar bugun aqlingni yig'masang, erta bir kun qiyomatda bu dunyoda qattiq istab qo'lga kiritgan bir narsalarimiz bo'lsa, ertaga uyalib qolishimiz mumkin. Shuning uchun bu dunyoda istayotgan narsalarimiz ertaga bizni uyaltirib qo'ymasligiga nima qilishimiz kerak? Diqqat qilishimiz kerak degan ekan. Bu nimasi? Hissasi. Qissani hissasi shu. Ichida ya'ni. Biz ham shunaqa qilishimiz kerak. Biz ham diqqatli bo'lishimiz kerak. Bugun ikki oyog'imizni bir etikka tiqib erishmasam bo'lmaydi. Meniki bo'lmasa bo'lmaydi. Bo'lmasa bo'lmaydi degan narsalarimiz ertaga u nima bo'lsa bo'lsin, u oshkora yoki pinhona hech farqi yo'q. Hammaga ko'rsatib yo ko'rsatmay istayapmiz. Hech farqi yo'q. Ertaga bizga Alloh azza va jallaning qarshisida qiyomatda hammani oldida taqdim etilganda uyalamizmi, uyalmaymizmi? Istagan narsalarimizdan, qilgan narsalarimizdan. Bunga diqqat qilishimiz kerak.